Mebel oldin arzon bo'lardi, hozir juda qimmat bo'lib ketdi deb savollar ko'p bo'lyapti. Shuning uchun tushuntirib o'tishga harakat qilaman. Qaranglar, raznisalarni. Birinchi oldin ichidan boshlasak, rolik tandem. Mana ichlari PF kromka bo'lmardi. Mana paddonlar, mana kargolar, sushilkalar kam qo'yilardi. Hozir mana shipon, krashenlik bo'lib MDFlar. Nimaga bez ruchka bo'lganda alyumin profillar kimdir buni laminat qilib qo'yib qo'yishyapti. U bo'lmaydi. Keyin shurutda emas, hammasi mana Euro 2 sentrda bo'ladi. Svetlari, profil oynasi, oynada ham oddiy bor, kalyonniy bor. Ko'rgan bo'lsanglar, ichidagi polkasi ham qalin, orqalari laminat, svetlari. Buni ustiga oldin oddiy laminat qo'yilardi. Tekstalitlar qo'lda bosilardi. Hozir uje rossiyskiy stolishniца, uni ham qalini bor, yubkasi bor. Hozir obrazец yo'ligi uchun ko'rsata olmayman. O'zinglar uchun tushunib olasizlar. Hozir endi mana bunga tosh qo'yilishi uchun qolgan. Tosh bo'ladi. Buni tosh qiladiganlar bir yo'li mo'yka qo'yib ketadi bu chekka. Zapchasi mana shu Het brendiga tegishli so'rayotganlar uchun, mana to'kilib olishlar uchun. Keyin yana spalni misolda ham ko'rsatib o'taman. Spalniga ham turda ham so'rashyapti. Tan narxi oldinga qaraganda ancha baland mebelchilar qimmat qo'yapti. Bunday aytganda rosa pul qilyapti deganlar uchun oldin 8 soat, 10 soat ishlasa, hozir 14 soat, 16 soat ishlayapti uxlashmasdan. Spalnida bosh tomoni 1 metr atrofida bo'lardi. Hozir mana patologgacha juda ham katta. Keyin mana taglari ko'rinmaydigan joydan boshlasam, oddiy prostoy displey bo'lardi. Balkalari ham bu, pollari ham. Hozir mana polniy kromka, amortizator, matraslari ham ortopediskiy, anatomический har xillari bo'lgan. Mana shunaqa ruchkalarimiz ham qimmatroq. Alyumin profilli. G'aladonlari DP emas, laminat. Har doimgidek mana tandem rolik. Ko'rishinglar mumkin. Xullas, foyda qilmasa hech kim ish qilmaydi. Bizda to'g'risini aytsam, bozordan qimmatroq, magazindan arzonroq. Bemalol narxlarni solishtirib, buyurtma bersanglar bo'laveradi. Savolinglar bo'lsa, Telegram, Instagramdan murojaat qilaverasizlar. Uzr chashilib mebel ko'pligiga tezroq tushuntirib o'tay degani. Televizor pastavkalar kichkina bo'lardi. Hozir mana uzun shkaflari bilan, svet ledlari bilan. Va knijniy shkaflar. Bu profil. Buni kvadrati ham o'zi $100 atrofidan $130 atrofigacha. Chunki oynasi hozir aytgandek qalin, kalyonniy. Sinib ketsa yerga tushmaydi. Oddiyroq qilib tushuntirib aytsam, jaydari qilib tushuntirib o'tay. O'zida qoladi. Moshdan labovoyga o'xshab mayda bo'lib o'zida qoladi. Yosh bolalar uchun bezopasniy. Iloyim bunaqa holat bo'lmasin. Vaqtinglarni ajratganlar uchun hammaga rahmat.